Hurmatli guruhdoshlar, kanalimiz a'zolari mana qo'zilar keldi. Qo'zilarni joylashtiryapti hozir. Joylashtirish jarayoni. Hozir sizlarga bu yoqdan ko'rsataman. Juda ko'p qo'z kelgan. Qo'zilar bog'lab chiqibdi hozir. Bugun bozorni qo'zi bosibdi. Mana beraver. Akamiz ham kelgan ekan mana. Katta quloqlar. Qayerdagi aka? Hindistonda takasidan. Pokiston. Assalomu alaykum. Chamilsiz? Do'stim bu necha pul? 6 million. 6 million. Mana Pokistonda takasi kelibdi bu yerda. Mana 6 millionda qulog'i mana. Qulog'i. Mana ziyod bu bir qarich. Bir qarich mana. Mana bozorda ashaddiy muxlislari kelgan ekan bu yerda. Qo'zilarni sizlarga hozir ozgina obzor qilaman. Juda ham ko'p qo'zi kelgan ekan bugun. O'lmas bo'zakchalarni ko'tarib kelyapti. Ona bola sigir olib keldi. Sigirchalarning bolalari. Ustoga ham shunday tushadimi? Odam bor. 6,5. Bular reklama qilishsizmi yana? Hurmatli guruhdoshlar, ikkita mol bozorimiz. Assalomu alaykum. Taqsir. Qizlar yaxshimi? Ayollar boramiz. Bu xudo xolasa mana bizni do'stimiz Mamat do'stim shu yerda. Evet, juda chiroyli sigir keldi. Shibisaga. Mana guruhdoshlar, bugun xudo xolasa juda ham ko'p qo'zilar kelibdi. Kelaverasizlar, kitob mol bozori avjida. Sizlarga hozir qo'zilardan ko'rsatib boraman. Juda chiroyli taxlab qo'yibdi mana bu qo'zilar. Ikki qator qilib saqlab qo'yilgan. Yaxshilab bo'ling, yaxshilab. Qo'zilarim. Bu yerga ham taxlanmoqda. Biz qo'zilarimiz juda ko'p. Qo'zilar devonalarni olib kelgan bular. Bu yerga ham bor. Bu yerga ham keldi. Kelaverasizlar. Eng ko'pi mana bu yerga keldi hozir. Ne kansak?
sariqlardan ham